Assalomu alaykum ustoz. Bugungi kun mavzusiga oid savolimiz bor edi. Mikrofon taqib olsangiz. Qanaqa savol? Bilamizki, o'rta asrlar davrini sohibqironi Amir Temurning bir nechta ayollari bo'lgan. Bu ayollari ichida Bibi xonimga hurmati juda yuqori bo'lgan. Yana shunga o'xshash ayollar ichida unga hurmat ko'rsatganlari ichida fakt bormi? Bor. Bevosita Bibi xonimga atab inshoot qurilgan bo'lsa, aynan boshqa malikalarga atab inshoot qurilmaganlari u, lekin To'kal xonimga bag'ishlab bir inshoot va u ayol sabab yana bir ulug' inshoot qurilgan holati bor. Amir Temurning bosh ayoli bu Bibi xonim va Bibi xonimga atab masjid va madrasa qurilganligi ma'lum. Eng kenja ayoli To'kal xonim bo'lgan. To'kal xonimga Amir Temur 1397-yilda uylangan va unga yuboriladigan sovchi ham g'ayri tabiiydi. Masalan, 1389-90-yillarda Mo'g'uliston ustiga Amir Temurning so'nggi yurishi bor. O'sha so'nggi yurishlar natijasida eng xavfli hudud bo'lgan, sharqdagi eng notinch chegara bo'lgan Mo'g'uliston hududlari Amir Temur tomonidan egallanadi va u hududga Amir Temurning o'ziga xayrixoh bo'lgan odam qo'yilishi kerak bo'lgan. Bu xayrixoh bo'lgan odam, Amir Temurga xayrixoh bo'lgan odam To'g'liq Temurxonning o'g'li Xizrxo'jaxon edi. Xizrxo'jaxon qo'yilgan va keyinchalik bu sharqiy chegaralar bilan munosabatlarni yanada yaxshilash birinchi sabab, ikkinchi sabab esa aynan Xizrxo'jaxonning sohibjamol qizi borligi haqida Amir Temurga ma'lumotlar yetib kelgan bo'lgan va o'sha Xizrxo'jaxonning sohibjamol qizi To'kal xonimga uylanish uchun Amir Temur sovchilar yuborgan. Sovchi ham g'ayri tabiiy. Ya'ni Amir Temur 90-yillarda boshida Mo'g'ulistonni egallagandan keyin Oq uyli tariqasida Mo'g'ulistondan bir qancha aristokratlarni Samarqandga olib kelgan bo'lgan. Ular ichida Xizrxo'jaxonning o'g'li Shamijaxon ham bo'lgan. Ana shu Shamijaxon to'g'ri Garovda bo'lsa-da, lekin rohat-farog'atda Samarqandda yashab kelayotganida Amir Temurning tutingan o'g'illari qatorida Amir Temur tarbiyasida edi. Ana shu Xizrxo'jaxonning o'g'li Shamijaxonni Amir Temur sovchilarga qo'shib Mo'g'ulistonga jo'natgan otasini ko'ndirish maqsadida. Shamijaxon bilan birga borayotgan sovchilarning boshlig'i G'iyosiddin Tarxon edi. G'iyosiddin Tarxon mashhur Amir Temurning qudasi, ya'ni Shohrux Mirzoning zavjasi bo'lgan Gavharshod begimning otasi G'iyosiddin Tarxon bo'lgan. O'sha G'iyosiddin Tarxon sovchilarga bosh bo'lib borgan va ular 1396-yilda Mo'g'ulistonga jo'natilgan sovchi tariqasida va o'sha paytda Amir Temur bu ayolni o'ziga berishlariga ishongan holda Samarqanddagi bir-biridan uzoq-uzoqlar bo'lgan va bir-biriga qo'shilmagan bo'lgan 12 ta bog'ni birlashtirib bitta bog' qurishni topshiriq bergan. Bu bog' keyinchalik bog'i Dilko'sho deb ataldi va mana shu bog'ni ana shu yangi kelajak kelinga tuhfa qilmoqchi bo'lgan. Shuning uchun bog'i Dilko'sho bog'i Amir Temurning Samarqanddagi eng muhtasham, ko'rkam, chiroyli bog'i Shamijaxonning singlisi Xizrxo'jaxonning qizi To'kal xonim sharafiga qurilgan bo'lgan. Endi ikkinchi inshoot ham bor. Bu inshoot aynan To'kal xonimga bag'ishlanmagan bo'lsa-da, bevosita To'kal xonimning Temurga turmushga chiqish holati bilan bog'liq. Ya'ni Amir Temur ehtirom uchun malikani kutib olish uchun yo'lga chiqadi. U Sirdaryodan kechib o'tib Mo'g'uliston yo'liga boradi va Mo'g'uliston yo'li aynan Toshkent hududidan Turkiston hududiga o'tgan va Turkiston hududida bugungi Turkiston hududida ular langar tashlab, qo'sh tashlab u yerda ma'lum muddat kutishgan va o'sha paytda Amir Temurning tushiga Hoji Ahmad Yassaviy kirgan. Shundan keyin Amir Temur Hoji Ahmad Yassaviyning ruhiga hurmat uchun o'sha yerda uning tushiga kirgandan keyin unga o'ziga xos bir ilohiy bir ko'rsatma bo'lgandek o'zini hisoblagan va u yerda Ahmad Yassaviy qabri ustida ulkan maqbara qurish ishlarini boshlagan. Shuning uchun ham bir yildan keyin bu maqbara qad ko'targan va mana shuning uchun ham bu maqbaraning qurilishi jarayoni bevosita shu malikaning kutib olish asnosida sodir bo'lgan va keyinchalik malika kutib olingan, bog'i Dilko'shoda to'y qilinib, Temur To'kal xonimga uylangan va To'kal xonim saroydagi ikkinchi xon ayoli, xon qizi bo'lgan malika edi. Shuning uchun ham e'zozlab buni kichik xonim deganlar, katta xonim, saroylik xonimni esa e'zozlab katta xonim, ya'ni Bibi xonim deganlar. To'kal xonimni ba'zida erkalab ham bog'ga qo'yilgan nom bilan Dilko'sho xonim deb ham atashgan.